Ekranlıqqa qədərli görünmənlər, yaxşımısınızlar. Şu tapda dehqonlar bulatqını Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarqıtış Çəkiliş şirkəti işləyən Şinjan Məşrəb Xalqara Söz Çəkiliş şirkəti Zartan içimlikləri alayda qollab tajdarlığını alğan Sabah Küy proqramısı bugün yana yeni kuylarımız arqılıq sizlərlə didarlaşdıq. Mən riyasətçi dostunla Nazgül Tirsincan. Qadirlik dostlar, hər sən proqramımızda naqşçı sənətkarlarımız özünün ən yeni kuylarını elib sabah səhnimizdə cevlan qılvatıdı. Ondaqda bu sən proqramımızda yaş naqşçı, yani sen kerek, yana Özəmdən körək. Özəmdən körək qatarlıq naqşları arqılıq hər millət yaşlarının qalbida orun ağan İlyas Abdığınini təklif etdik. İlyas qarşılığımız. Rəhmət. Salam, ekran aldıqı əziz görürmən dostlar, mən İlyas Abdığınıdan amanlaq otluq salam. Sabah kuyları ekran arqılıq sizlər bilən yüz görüş fürsəti erişkənimizin tolum xursəlməz. Rəhmət İlyas. Ondaqda öz üçün müşü icadi kuylar bolsun, yəni özünüz yaxtırdığan kuylar bilən hər millət xalqımız bilan görüşüb kelyapsınız deb o'ylayman. Undaqda ijodiyat bilan shug'ullanib baxdingizmi? Odatda o'zim shu naqsh aytishdan sirt musiqa ishlash, naqsh ijodiyat bilan shug'ullanaman. Undaqda hozirga qadar aytgan naqshlaringizning ichida qaysi naqshlar o'zingizning ijodiyatidir? Hozirga qadar aytgan naqshlarimning ichida Sen Kerek temizlik naqsham. Undan keyin shu programmaga aytmoqchi bo'lgan, hozir tayyorlayotgan Seni ko'gim keldi degan naqsham o'zimning ijodiyati bo'ldi. Mundaqdan. Demek bugün öpkəyə yeni köyümüzün ismi Seni Köygüm Gəldi. Əlbəttə, hər birimizin hayatında biz üçün qiymetli olan şundaq bir adamlar buladı ikən, ata-analarımız və ya ki dostumuz və ya ki muhabbetimiz, aşkımız deyəndək. Ondaqda İlyas'ın bugün biz üçün öpkəgən Seni Köygüm Gəldi namlıq naqşıda zadi kimini tərifləməkçi həmimiz birlikdə anlamdıq. Hani, mərhəmət.
günüm yalğız g'erim qiynaldi jon ko'zim telib yo'llarimga goh ta'mirim o'zimga yalg'on kulib seni shunchalik ko'rgim keldi 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 Qadrli do'stlar, yuqorida İlyas Öpkegan bu lirik kuyini anglab hazırlandık. Hammalarga yoqdi deyman. Demak, mana shu sabah kuyi sahnimizda biz isil naqshlarni huzuringizga sungandan boshqa yana isil mahsulotlarni ham korxonchilarimizning izlanishlarining mas'uli bo'lgan shu mahsulotlar orqali ularning tashviqotini elib beryapmiz. Shunga mushkil ehtiyoji bor do'stlarimiz yana sabah madaniyat taqdim chek shirkatimiz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. İlyas amdi bu musobaqa uzun. Chunki amdi ustozlarni ko'ryapsiz. Tinim tapmay yana davomliq o natijalar bilan qanoat his qilmay oldi qarab ketyapti. Hamsa sizningki san'at sohasida yana qanday bir planlaringiz bor ekan? Oldi bilan men o'zimning planlarimni so'zlashishdan burun o'zimningki hozirgi ta'siratimni so'zlab o'tgan bo'lsam, oldi bilan men va menga o'xshash shu san'at yo'lida to'xtamay izlanayotgan, tirishayotgan bizdek tirishchan yoshlarga yaxshi mushtaq bir sahnalarni hozirlab berayotgan Sabah kuylari programmamizga oldi bilan chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Undan keyin endi o'zimning planlar bo'lsa, uzundan beri o'zim shu naqsh muzika yo'lida to'xtamay tirishib yaxshi bo'lgan asarlarni tayyorlab chiqdik. Mumkin bo'lsa bizni izchil qo'llab borayotgan ota-onamiz, mushta programmani tayyorlayotgan akalarimiz, shuningga o'xshash bizni qo'llayotgan qo'llovchilarimizga rahmat aytish yuzasidan shundaqla o'zimizningki uzundan beri to'plagan bilimlarimizni, natijalarimizni qo'llarmanlarga bir sunish maqsadida plastinka tayyorlab chiqqan shu plastinkamni muvaffaqiyatli holda bozorga silib rahmatimni bildirsan degan arzuyim bor. Bak yaxshi bo'pti. Shu o'zingiz yaxshi kelgan naqshlar va ijodiy naqshlar mujassim bo'lgan bir plastinka tayyor qilibsiz-da. Buni qachonlarda e'lon qilishni o'ylashyapsiz? Buni mumkin bo'lsa bizni ham iqtisodiy jihatdan qo'llab turadigan shirkat akadlarimiz bo'lsa, qo'llab bergan bo'lsa, tez suratda ro'yobga chiqarsak degan umidimiz bor. Agar uning imkoniyati bo'lib qolmasa, cho'qim yana o'zimizningki tirishchiligimiz orqali eng tez holatda ko'rmalar bilan yuz ko'rishtirishga tirishimiz. Biz ham shunga tilakdosh, cho'qim ajrning mevasini ko'ramiz, to'g'rimi? Rahmat. Eng muhimi ham o'zimiz yaxshi ko'rgan ish bo'lganligi uchun uningda qancha jafo cheksakmi yana arziydi. Endi shundaq jafolarni tatayotgan vaqtimizda yana salomatligimizga ahamiyat bermasak bo'lmaydi. Bu ham programmamizning mana shundaq alqat mevasidan ishlangan zartan sap alqat qiyomi deganga o'xshash mushtaq uyquni yaxshilaydigan jigarning besimini ajralashtiradigan mushundaq bir yaxshi ichimliklarni doim o'zimiz ichib badan sifatimizni texnik yuqori ko'tarib shundaqmi uyqularimizni tansisak salomatligimiz yaxshi bo'lsa o'zimiz o'ylagan shu nishonlarimizga yetalaymiz deb o'ylayman. Mush munosabat bilan mana shundaq yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqargan Shinjang Mashrab xalqaro so'z shirkatiga rahmat aytaman. Ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin. Undaqda İlyas bugungi chiroyli kuylaringizni olib kelganingizga siz uchunmi yana bir qatim
Rahmat. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Onaqda ekranlıqdagi qadrli do'stlar, bu san programmamizga mazmunlarimizni mishada ayollaştırdık. Atik san programmamiz texmo sarxil. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. 예능으로 겪고 이모도 야등으로